Salom do'stlar. Bugungi siz bilasizmi deb nomlanayotgan rolikimiz Aristonlar haqida bo'ladi. Aristonni montaj qilish haqida sizlarga ozgincha maslahat beramiz. Xo'p, ko'pchilik ustalarimiz mana bunday shlankalar bilan montaj qilishadi. Bu holati bo'lmaydi. Sababi shlankamiz rezinadan ishlanib chiqarilgan bo'lib, sovuqqa yorilib ketib, buni har 2-3 oyda almashtirishingizga to'g'ri keladi. Yana bir variant. Mana bundaqa amerikankalar, kimlardir rocker deydi, amerikankalar bu ham bo'lmaydi. Sababi buni ichida rezinkasi bo'lib, sovuqqa bu ham sovuq qolishiga sabab bo'lib qoladi. Keyingisi sizlarga tavsiya beradigan mahsulotimiz nakidnoy bo'ladi. Nakidnoylar montaj Aristonni tiyigacha turba kelib, mana bu holatda ulanadi. Qachonki Aristonni yechib olamiz desa, mana bu gaykasi yechilib, Aristonni bemalol yechib olib, servis xizmatiga olib borib yoki bemalol yangi Ariston qo'yishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat. Yoqqan bo'lsa bitta like, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi maslahatlarimiz qaysi mahsulot haqida bo'lishligini. E'tibor uchun rahmat. Bizga obuna bo'ling. Sog' salomat.